Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitayning yuqori darajalik əməldarının Şərqi Türkistanda məxsus chegara müdafiəsini təşkürüşü diqqət qo'zg'adi. Xitoy Mamlakatli Xalq Qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Peng Chinhua oldingi hafta Sharqiy Turkistonga borgan bo'lib, uning maxsus chegara mudofaasini tekshirishi va borgan kunining ertasiga Mashinruyning almashtirilishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha, Xitoyning yana bir yuqori darajalik amaldori Mamlakatli Xalq Qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Peng Chinhua boshchiligidagi bir turkum Xitoy amaldorlar 30-iyundan 7-iyulgacha Sharqiy Turkistonni tekshirishga borgan. Guruhda Xitoy Xalq Qurultiyi tashqi ishlar ministrining bir qism amaldorlari o'rin olgan. Peng Chinhua bu qitimliq tekshirishda Xitoyning atalmish quruqliq davlat chegara qonunining ijro qilinish ahvolini maxsus tekshirgan. Ular bu jarayonda Eli, Bortala, Qashqar qatorliq viloyatlarga joylashgan chegara bo'yidagi nahiya shaharga borgan. Xabarda aytilishicha, Peng Chinhua Xi Jinpingning chegara rayonini boshqarish to'g'risidagi buyruqlarini izchillashtirish, kompartiya, hukumat, armiya, saqchi va diviziyaning birikma kuchidan foydalanib, Xitoyning quruqliq davlat chegara qonunini tashviq qilish va ijro qilishni kuchaytirish, chegaraning bexatarligi muqimligiga kafolatlik qilish qatoriqlarini ta'kidlagan. U yana chegara rayonini har qaysi millatlari bilan o'rtaq qo'g'dash kerakligini, buning uchun atalmish Junxua millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash va bu haqdagi tashviqotni kuchaytirish kerakligini da'vo qilgan. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari Sharqiy Turkistonga ko'p qitim berayotgan bo'lib, bu yil aprel oyida Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy komitet siyosiy qonun komitetining sekretari Chin Wenching Sharqiy Turkistonga berib, atalmish terrorlikqa qarshi turish chegara mudofaasini kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan edi. Bu qitim Peng Chinhuaning maxsus chegara mudofaasini tekshirish uchun berishi va borgan kunining ertasiga irqiy qirg'inchilik ijrochisi Mashinruyning o'rniga boshqa Xitoy amaldorining almashtirilishi diqqat qo'zg'amoqda. Italiya Amerikaning talabi bo'yicha bir Xitoy xakerini qo'lga oldi. Italiya Amerikaning talabiga asosan Xitoy rejimining qo'llashidagi bir Xitoy xakerini qo'lga olgan bo'lib, yana bir Xitoy qochib yurmoqda ekan. Amerika ovozining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Amerika Adliya ministrligi 8-iyul bu haqdagi uchurlarni oshkorlab, shu Zevi ismli bir Xitoyning Italiya doiralari tomonidan qo'lga olinganligini, Zhang Yu ismli yana bir Xitoyning qochib yurganligini bildirgan. Ular 2020-yili 2-oy va 2021-yili 6-oydagi xakerlik hujumlariga chetishliq bo'lib, Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi necha minglagan kompyuterga hujum qilib so'qinib kirgan. Ayıplash hujjatidan ma'lum bo'lishicha, mazkur Xitoylar Xitoy bexatarlik ministrligiga qarashliq bo'lgan Shanxay davlat bexatarlik idorasining buyrug'iga asosan tor hujumi qo'zg'agan. Ular 2020-yilning boshlarida Amerikaning universitetlarini va virus ilmiga aloqador mutaxassislarni nishonlab xakerlik harakati ijro qilgan. Tor hujumiga uchragan mutaxassislar ayni vaqtda Xitoy virusining vaksinasi, davolash va tekshirish usulini tadqiq qilayotgan bo'lib, mazkur Xitoylar mutaxassislarining ish harakatlarini nazorat qilib, Shanxay davlat bexatarlik idorasiga doklad qilib turgan. 2021-yili mazkur xakerlar yana Hafnium deb atalgan xakerlik tashkiloti nomida Amerikadagi 60 mingdan ortiq shirkat organning sistemasiga hujum qilib kirgan va 12700 dan ortiq shirkat organning sezgir uchurlarini o'g'irlagan. Navbatda mazkur Xitoylar 9 turlik jinoyat bilan ayblangan. Yaqinqi mezgillarda Amerika hukumati Xitoyning chet eldagi josuslik to'riga zarba berishni alohida kuchaytgan bo'lib, oldingi hafta 2 Xitoyni harbiy uchur to'plashga urinish va Amerika dengiz armiyasi ichidan uchur ta'minlovchilarni qabul qilishga yordam berish bilan ayblab qo'lga olgan edi. Hamas Netanyahuning talabini rad qildi. Hamas Netanyahuning G'azzaning taslim bo'lish chaqiriqini rad qilib, qarshilik ko'rsatish harakatini markaz qilgan bir kelishim bo'lmay turib tutqunlarning qo'yib berilmaydiganligini bildirdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, Falastin qarshilik ko'rsatish harakati Hamas chorshanba e'lon qilgan bayonotida
İsrailiyalik əsirlərini qoyub berishning faqat qarshilik harakatining shartlariga bog'liq bir kelishim orqali amalga oshirganligini o'ttirg'a qo'ygan. Bayonotda Netanyahuning G'azzadagi urushning tutqunlarini shartsiz qo'yib berish va Hamasni yo'qotish bilan oxirlashadiganligi haqidagi so'zi tanqid qilingan. Hamas bayonotchisi Isroiliya hukumatining harbiy harakatlar orqali tutqunlarni qutqizishda mag'lub bo'lganligini ilgari surib, qarshilik harakati bilan astoydil kelishim tuzishining buningdan keyingi birdan-bir yo'l ekanligini bildirgan. Buningdan ilgari bosh ministr Netanyahu X hisobida e'lon qilgan bayonotida urush nishonlarining o'zgarmaganligini, yana barliq Isroiliyalik tutqunlarining qo'yib berilishini kafolatlantirish, Hamasning harbiy va ma'muriy iqtidorini yo'qotish hamda bu guruhning Isroiliyaga bo'lgan tahdidini oxirlashtirish qatoriqlarini bildirgan edi. G'azzada urush to'xtatishni ishga oshirish tirishchiliklari kuchaygan bir paytda Amerika prezidenti Donald Trump 2 kun ichida ikkinchi qatim Netanyahu bilan Washingtonda ko'rishgan. Rossiya tarixidagi eng chong havo hujumini boshladi. Ukraina hukumati Rossiyaning Ukraina bilan bo'lgan 3 yillik urushida tarixdagi eng chong boshqariladigan bomba va uchqu hujumini boshlaganligini, hujumning asosli nishonining davlatning g'arbiy qismi bo'lganligini bildirdi. Ukraina havo armiyasi chorshanba kuni e'lon qilishicha, Rossiya 728 dona uchqu va 13 boshqariladigan bomba bilan hujum boshlagan. Ukraina havo mudofaa sistemasi 711 dona uchquni yo'qotgan. Kam deganda 7 boshqariladigan bombani pachaqlab tashlagan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy ijtimoiy taratquv hisobida bu bir diqqat qo'zg'aydigan hujum bo'lib, dal tinchlik o'rnatib, urush e'lon qilish tirishchiliklari kuchayayotgan bir paytda yuz berdi. Rossiya bularning hammasini rad qilib kelmoqda deb yozgan. O ittifoqdosh davlatlarni Rossiyaga qaratilgan embargolarni texmo kuchaytirishga, bo'libmi energiya sohasiga og'ir embargo yurgizishga chaqirib, bizning sheriklarimiz Rossiyani urush to'xtatish ustida o'ylanishga majburlash uchun qanday besim ishlatishni biladi. Yangi hujumlarni boshlashning emas degan. Aytilishicha, hujumda bir korxonaga o't ketgan bo'lib, o'lim yetim to'g'risida xabar bildirilmagan. Bu qatimqi yangi hujum mushu oyning 5-ida Rossiya 550 dona uchqu va boshqariladigan bomba bilan qilgan hujumning rekordini buzib tashlagan. Bu hujumning yana Amerika Ukrainaga ba'zi qurol ta'minotini qisqartirganligi qarorini o'zgartgandan keyin yuz berganligi alohida diqqat qo'zg'agan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.